часто подрезают, не знают правил дорожного движения. Jamshid Raupov avtobus yurtganda kesak to'xtab harakat etini bir turligini aytib o'tdi. Jamoat transportına yo'l qo'ymaylar yo'l. При резком торможении бывает падение у нас. Avtobuslarga yo'l qo'yma uchroqlari Qozonda shaqti transport kesak to'xtay ham salonda xalq bir-birsini barilisha boshlaydi. Yig'lalar. Гражданин. Где-то спустя 3-4 дня. 3-4 kun uzg'ach kishi travmpunktga keldi. Tananda ko'gargan o'rnin ko'rsatib, avtobusda yig'iluvini aytdi. Tabiblar bu haqda huquq saqlovchilarga xabar etdi. Yuxidi mana avtobusda yig'iluv bo'larak jiddiy ziyon kelgan yo'l transport harakati etibdirki, ham avtobus yurtuvchisini izlay boshlaylar. Garchi bu turda shofyor da, konduktor da bilmasga mumkin. Natijada avtobus yurtuvchisini yil yarımga mashina yurtu huquqidan mahrum etadilar. U ishsiz qoladi. Avtotransport предприятиялары birlashmasi bu qoidalarni g'adalsiz deb sanaydi. Ular avtobus yurtuvchilarini yo'qlab Yuxidiga murojaat yo'lladi. Haligi xatda avtobusda yig'ilu tushunchasini yo'l transport harakati bo'laroq tug'il, qo'rqinchsizlik texnikasini buzu deb tirkovni so'raylar. Jamoat transportining eng qo'rqinch o'rinlarining birisi mana shunday ochiq o'tirg'ichlar. Agarda avtobus kinat kesak to'xtay ekan, kishi 3-4 metrga olg'a tava yig'ilirga mumkin. Ham bunday o'rinlar jamoat transportida bir necha shulay konduktor yonida agarda tutunib o'tirmasang, iminligingga qo'rqinch yonaydi. Пассажир tutunmasa, passajirning o'zidan ayib bo'ladi, onun namaz. Tutunib yig'ilsa? Tutunib yig'ilsa bizning voditelning aybi bo'ladi. Lekin munda toyaq iki boshli. Jamoat transportidan kishi yig'ilib tushuvinda qizil avtobuslarning tezlikni orttirib kishilarni imgatuvi da belgili. Shunday ishroqlardan birisi g'invar boshida bo'la. Avtobus yurtuvchisi kesak tormozga basa, ham passajir tutungan jeridan boshi bilan piyalaga berili. Shundan so'ng avtobusdan tusha, transport yurtuvchisi Yuxidi bilan tabiblar chaqirtu o'rnidan ketib bora. А вы не сказали кондуктору, что это вот Нет, они все прекрасно видели, это морал, потому что очень мне дышать было тяжело. Xalq kontroli portalida da avtobus yurtuvchilarga zorlangan murojaatlarga yish yo'lg'asan. Agar passajir tashuvchilarga qarab yo'l qoidalarini o'zgartsalar, durfa yurtuvchilar tog'anda ortmasmi? Bir qatı to'xtatalar. Mana svetoforda gil to'xtatalar. Uzab ketgan deb aytalar-da, ilgirmaylar. To'xtatalar. Kishi, конечно, munda aylana. Ну, конечно же, нужно держаться за поручни, но и здесь вина водителя, мне кажется, тоже присутствует. Yığılgan çıraklar болады, но гел водитель аркасында тигел ол өзүңнөн да зависит. Грубый деп айтмас едім. Но біздің водительler автобусларға yol bermeyler. Yuxidi ma'lumotlari bo'yicha o'zgan yil Tataristonda avtobus yurtuvchisi g'aybi bilan 131 yo'l transport halokati bo'lgan, bir kishi ula 178 kishi ziyon ko'radi. Две стороны одной медали. Bu masalaga ikki yoqlab qarorga kerak. Avtobusda yig'iluv ul yo'l transport halokati, lekin g'ayibsizga avtobus yurtuvchilari da ziyon ko'radi. Ну, они пытаются оградить, да, и водителей. Ular o'zlarini bu problemadan saqlarga tili, o'zlariga kelgan ziyonni ozaytirga tilov deb anglaydi. Бар bizning водительler, qaysi birlari quvalilar, oqshartdan qo'llaridir indalar. Onga so'na qaramasa, shunda jig'ilib, qo'llarini sindirgan, oyoqlarini sindirganlar bor. Kishini qoldiralarda, ular o'zlari ketaveradi tezgina. Bunda ne только qotib o'rgatish, bunda ularning o'rnidan ketgan uchun даже анда бетінде біздің статья бойынша правасын да алалар. Мен ойлағам, дұрыс болар ие. Әлеге автобустан йығылу түшінчесі Татарстанда ғана юл транспорт халакеті боларақ қарала, яғни бұл республикада құқық сақлаушыларының өз іші. Қазір ise транспортшылар Юхидидан жауап күті. Айза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Ғасыр каналы. Республиканың барлық төп хабарларын, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта PNV YouTube каналында карагыз.